Assalomu alaykum azizlarimiz, qadrdonlarimiz, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi, charchamang, o'ychilar, hammaliga, xonadonlar, tinchmi, katta kichiklar, o'zinglar, ishlarga borib, kelib, ishlarga bormaganlar, uy ishlari bilan band bo'lganlar, hammanglar yaxshi yuribsizlarmi, charchamang, sog'liqlaringiz yaxshimi? O'ylaymanki, hammani uyida tinchlik, xotirjamlik, hamma yaxshi kayfiyatda, chiroyli tabassum bilan yana bir bora bizani kanalimizga kirib keldinglar. Xudo xolisa bugun sizlar bilan muloqot qilamiz. Mana hovlida. Bismillahirrohmanirrohim. Havo shunaqangi yaxshi, shunaqangi bir bilasizlarmi, bilmayman. Issiq ham emas, sovuq ham emas. Juda ham odamga yoqimli havo bo'lyapti. Уже kuz, xudo xolisa mana kuz ham yaqinlab qolay deyapti-ku, lekin O'zbekistonning kuzi bir boshqachada. Men juda ham kuz faslini yaxshi ko'raman. O'zim kuzda tug'ilganligim uchunmi yoki bilmayman, shu kuz fasli men uchun qanaqadir yilni oxirlanishimi de, lekin hali mo'l-ko'lchilikdan ham kuzda eng bizada chiroyli ob-havo bo'ladi deb o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum. Albatta, bunaqa chiroyli insonlar agar kirib kelsa, undan ham bir boshqacha bo'lib ketamiz, to'g'rimi? Kuzda hammamiz to'ylar qilishni boshlaymiz. Hamma maktabga bolalar o'zi chiqadi. Institutga farzandlarimiz oliygohlarga kirishadi. Shu bilan birga hamma qilmoqchi bo'lgan to'ylarni, endi yozlarda ham bo'ladi-yu, lekin shu kuz faslidagi to'ylarimiz bir boshqacha bo'lib o'tadi deyman-da. Shuning uchun mana bugun sizlar bilan yana bitta yaxshilik bilan ulashmoqchi bo'ldik. Yana bir quvonchli bir kunlarimiz bilan sizlar bilan ulashmoqchi bo'ldik. Albatta bu ham oldin shu to'y to'g'risida gapirib bermoqchiman. Уже sarlavhadan bilgan bo'lsanglar kerak. Demak, to'y bo'libdi debdi. To'y bo'ldi bizada. Jiyanim, Nargizaxon jiyanim, tog'amning qizi kelin tushirdi. Biz bilan anchadan beri shu kanalda muxlislarimiz bor. Ular bilishadi, gap o'ynaymiz, gaplarda ko'rasizlar, hamma jiyanlarimni, xolamning qizlarini, tog'amning qizlarini, biz qarindoshlar gap o'ynagan biz. O'sha yerda tog'amning ham ikkita qizlari bor, Nargizaxon, Naziraxon. Shu katta qizlari Nargiza eng katta o'g'lini Sardorbekka uylantirishdi. Mana shunaqa chiroyli to'y bo'lib o'tdi. Bilasizlarmi, o'zi to'y bir yaxshi-da, birov to'y qilsa xursand bo'lib ketaman. Hali to'yga borib o'ynab, yeb, ichib kelaman deb emas. To'y qilsa, voy bitta hayotida turgan bitta pog'onadan o'tibdi deyman-da. Voy, o'sha farzandini boshini ikkita qilyapti, Xudoga shukr deb ichimdan o'tadi-da. Birov o'sha bormagan to'yimni ham birovni eshitsam, voy, mana shu kelin qilibdi yoki mana bu qizini uzatibdi desa, voy, Xudoga shukr, yaxshi joyga borgan bo'lsin, ish qilib tinib tinchsin-da. O'sha ota-onasi, hammadan ham ota-onasi sog' salomat, kasal bo'lmay, shularni faqat baxtini ko'rib yursin deysan inson. Nima deganda o'zingdan o'tadi-da. Masalan, meni ham mana 3 ta qizim bor, Xudoga shukr, 2 ta qizimizni uzatganmiz. O'zi emas-da, qiz uzatish qiyin deyishadi. Gohida o'ylantiraman, o'g'limni o'ylantiraman deganlar bilan gaplashsang, voy, yo'q, o'g'il o'ylantirish undan ham qiyin deb qo'yishadi-da. O'shaning uchun gohida men aytamanki, voy, o'g'il o'ylantirish nima? Qiz to'la-ku, hali daraxtni silkitsang, duv qizlar yog'adi deb aytishadi-yu. Shunaqa desam, yo'q, Gulnoraxon, o'g'il o'ylantirish ham o'zi emas deb qo'yishadi. Shuning uchun
mana Sardorbekka ham ancha bo'ldi qiz qidirib yuruvdik. Xudoga shukr, mana o'ziga mos juft halolini topdi. Nargiza ham, mana xo'jayini Bahodirxon ham, hammadan ham tog'am, kenayimga juda ham biza xursand bo'ldik. Nima deganda, menimcha bular tog'amlar ham kenayim ham biroz harakat qilishdi-da, qayerga borsak shu to'g'risida gap bo'lardi. Sardorbekni uylantirishimiz kerak, qiz topishimiz kerak, qarab yuringlar. Bizda endi shunaqa-ku o'zbekchilikda qarindosh o'g'liga ham aytasan, qarab yuringlar, yaxshi qiz bo'lsa aytinglar deb. O'shanga keyin mana Xudoga shukr, juft halolini topibdi Sardorbek. Sardorimiz juda ham nima desam ekan, juda mehribon, o'qimishli, keyin xushchaqchaq, ruschasiga aytganda aytadi, с чувством юмора. Mana shunaqa bo'ladi. Endi o'sha yerda ham hali просто yuziga qarasang kulib yuborasan-da. Shunaqa bolaki, hali bunaqa chiroyli, tabassumli bolani hali ko'rmaganman desam ham bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz Sardorni. O'zi ham juda tarbiyali bola, ichmaydigan, chakmaydigan. Bilmayman, mana hozir agar kimni o'g'li bor bo'lsa, masalan, meni ham mana nevaralarim bor oldimda-da, ilohim hamma o'xshasin deb aytaman-da. Mana shu Sardorbekka o'xshagan yigitlardan bo'lsin deb xudo xolasa. Endi to'yga keladigan bo'lsak, osh berishdi. Oshga erkaklar borib kelishdi, Rushanka ham borib keldilar. O'sha yerda juda ko'p odam bo'ldi, deyaptilar, juda ham katta osh berishibdi. Keyin oshlari ham rosa zo'r bo'libdi deb maqtanib keldilar. Keyin kechki payt nima to'y bo'ldi, ayollarga bo'ldi. Voy shunaqa mazza qilsak-da, hali to'yda bir zo'r bo'lar ekan. Erkaklar xafa bo'lmanglar-yu, agar erkaklar yo'q bo'lsa, bir ham mazza bo'lar ekan. Xafa bo'lmanglar-yu, deyapman sizga ham. Нам, мужикам, что там делать? Когда дома тоже можно посидеть. Voy shunaqa mazza to'y bo'ldi. O'zligi ham aytishdi-da, ayollar bo'lishadi to'yda debdi. Lekin mana Sardor kirib chiqib yurdi, ko'rasizlar hali. Albatta ruxsat so'radim. O'zimni singlim bo'lsa ham, endi jiyanim bo'lsa ham, Nargiza to'y egalaridan biroz oldiligidan o'tib, nima deysizlar, agar to'ylarni shunaqa YouTube'da ko'rsatsak desam, voy Gulnora opa, faqat xursand bo'laman. Nima deganda, bu ham bir tarixda. Mana to'g'risini aytsam, bizani to'yimizda-chi, bizani to'yimiz bo'lganda rasmga oladigan fotograf kelmaganda. Keyin bilsak, qayerdadir shu to'yga ketyapman desa, voy, endi u paytlari darrov dasturxon yozib anaqa qilishardi, ozgina shu ichib alkogol boshqa bo'lib uxlab qolganmi, nima bo'lgan, xullas bilmaymiz. O'sha paytda kelmagan rasmga oladiganimiz, fotografimiz-da. Yaxshi aytamanki, u paytda kameralar 90-yilda, 90-yilda kameralar bo'lishi yo'q edi-da. Unaqa juda hamma joyda kamera videolarga olib, unaqa endi chiqayotgan payt edi. Hali kamera ham mana bunaqada, ketidan uzun hali shnur. Nima, uдлинитель ulanib mana bunaqa hali kameraga mana shunaqa qilib to'yxonaning ichida yurgan olibdi. Yaxshi o'sha bo'lgan ekan, lekin bizaniki mana bunaqa kasetada, bunaqa kaseta bor o'shanda. Endi shuni hozir mana diskka ko'chirish kerak edi. Gohida bolalar aytishadi, уже hozir qayerda haligi nima proigravatellar qayerlarda qolib ketgan bilmaymiz. Shunga qizlar aytishadiki, voy opa, sizlarning to'yinglarni o'sha diskka olib qo'yish kerak deb. Men aytaman, o'sha paytda mana YouTube bo'lmagan ekan. YouTube bo'lganda kimdir rasmga o'sha paytda videoga olsa, hech bo'lmasa lavhalari qolar ekan o'sha to'yimizni debdi. Shunga o'xshab jiyanim ham aytdiki, voy Gulnora opa, men xursand bo'laman agar ko'rsatsanglar dedi. Bu ham bir yaxshilik-da, bir xayrli narsa. To'y ham bu xayrli narsa. Bu bilan ulashish juda ham, baxt bilan ulashish yaxshi. Shuning uchun sizlar bilan ham ulashaylik dedik. Albatta yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. To'yda
muzika qo'yiladi, o'yin kulgi voy, lekin o'rtadan chiqmaydik. Hamma maza bo'lar ekanchi, hech kimdan uyalmaysan, boshqa qilmaysan, maza qilib o'rtada o'ynayotgansan. Keyin videoga hamchi mana bir xil to'ylarga borsam, baribir erkaklar o'tirgan bo'lsa, hali to'yxona o'rtasiga turib olib, videoga olish neto'da velasan baribir odamchi turib yurib anaqa qilganida. Bu yerda hammamiz o'zimiznikilar bo'lgani uchunchi yururdikda, o'rtada ham chiqib rasmga ham olurdim, nima videoga ham olurdim, maza qildim. Shu bilan keyin конечно muzika bo'ldi, ashulalar YouTube'da bitta narsani bilib qo'yishinglar kerak. Estrada ashulalarini bizga qo'yish mumkin emas. Masalan, nima deganda avtorskiy prava degan narsa bor YouTube'da, sразу shtraf qo'yadi-da, o'sha videoni blokka qo'yib o'chirib yuboradi. Shuning uchun YouTube o'zi ruxsat bergan muzikalarini beradi. Shuning uchun hozir hayron bo'lmanglar, to'yga bizni YouTube bergan ruxsat bergan muzikasini qo'yamiz. Mana shu rolikimizni blokka qo'yib qo'ymasligi uchun. Albatta, hozir bergan muzikasi bizning to'yga to'g'ri kelmaydigan muzikalar, u chet el YouTube chet el platformasi, Amerikan platformasida ishlab chiqarilgan bir kompaniyada. Endi albatta ularda o'zbekcha taronalar, o'zbekcha muzikalar yo'q nimasida. Ular faqat o'zinikini berishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tanladik, sal bo'lsa ham shunga to'g'ri keladigan muzikani. O'zinglar muzikani o'chirib qo'yishinglar mumkin. Boshqa telefonga Yulduz Usmonovani qo'yib qo'yasizlarmi yoki bir boshqanimi? Keyin Malika Ravshanova keldilar. Bilasizlar, bu mening onam degan shularni aytadilar. Ularni ham ashula aytdilar. Shunaqangi endi chiroyli o'sha yerda muzika bo'lyapti, endi qo'ya olmaymiz. Men deganda sразу bu avtorskiy prava bo'lib blokировать qilib qo'yadi-da videomizni. Shuning uchun o'zingizlarga yoqqan bitta taronani qo'yib olinglar. Mencha o'ylaymanki, bizning o'zbekcha ashular, o'zbekcha o'yinlarimizni любой bitta ashulaga to'g'ri kelaveradi. Faqat endi tanovarlar bo'ldi, o'ynadik, rasalik, lekin boshqa ashulalar ham juda ko'p bo'ldi. Yoshlarga to'g'ri keladigan ashulalar ham bo'ldi. Katta bizning paytdagi ashulalar ham bo'ldi. Xullas rosa maza qildik. Onamlar ham o'rtadan chiqmadilar. Oyoqlari og'riyotgani ham eslaridan chiqib ketdi. Mencha hammani oyog'i og'riydi endi 50 dan oshgandan keyin deb o'ylayman. Hammani esidan chiqib ketdi. Qancha muxlisalarimni o'sha yerda ko'rib qoldim. Kirishim bilan Sanobarpamni ko'rib qoldim. Ko'rasizlar, hali ekran orqasida harakat qilaman aytib o'tishga. Agar ayta olmasam yozib o'taman. Videoni ko'rayotganinglarda. Sanobarpamni ko'rib qoldim. Sanobarpa, yaxshimisiz? Yaxshi yetib oldingizmi? To'ylardan chiqib bilaman, albatta siz ko'rasiz. Shuning uchun ular ham ashaddiy muxlislarimdan. Keyin o'tda yana chiqishdi, yana taniydigan odamlarim oldimga kelishdi. Quda tarafda ham bor ekan, ayollar meni ko'rayotgan, Qo'qondan kelgan mehmonlar bor edi. Ular voy assalomu alaykum, uzoqdan qarab turdik, siz o'shami deb, voy men o'sha dedim, keyin biz o'sha deb kulishdik rosalik. Voy biz sizni ko'ramiz, o'zbekcha kanal ochganingiz juda ham bizga ma'qul kelib tushdi. Endi bemalol sizni ko'rib o'tiramiz, hech ham hayajonlanmang. Yomon negativ gaplarga ahamiyat bermang deb anaqa rosa qo'llab-quvvatlashdi deb biram xursand bo'lib ketdim. Shuning uchun azizlarimiz, qo'limizdan kelgancha oldim. Bilasizlar, to'yda hamchi rosa o'ynagim keldi, o'rtada tushibchi, maza qilib, hech kim hali erkaklar ham yo'q, boshqa yo'q-da. Shuning uchun maza qilib o'rtada rosa o'ynadik-da, o'yinga tushib. Stollar endi juda ham zo'r bo'ldi, ovqatlar, hamma narsa xuddi haligi o'tirmaydigan
yurdik, maza qilib gaplashib, u stolga boramiz, bu stolga. Mana bunaqa agar erkaklar o'tirgan bo'lsa, mana shu yura olasiz. Baribir yura olmaysiz, odam anaqa qiladi-da, uyaladi. O'sha uchun maza qildik lekin Nargiza hali yana treylerimiz juda ko'p, o'ylaymanki, mana bu videodan keyin rosa ko'p yozishadi deb o'ylayman. Ilohim, Nargiza, sen men singlimsan, jiyanimsan. O'ylaymanki, olib kelgan yangi mehmon, yangi qizing uyingda qiz bo'lib kirib keladi. Xudo xolasa, kelin emas. Mana qizing bitta edi, Samirachiga. Endi mana yana Muslimaxon qizing bor yoningda. O'zi bu jiyanimizni juda pazanda. Bu hamchi hali yosh bo'ladi. Hali ham o'tirib xolalarim bilan aytdik-da. Voy tavba, Nargizam mana qaynona bo'ldi-ya, kecha to'yini qiluvdi-ya. Yosh bolada gaplari ham mana shunaqa o'zini Nargiza. Shuning uchun Iloh baxtini bersin, Sardorbek bilan qo'sha qarishsin. Shularni baxtini ko'rib, sizlar Bahodirxon bilan rohatda, shularni rohatini, kamolini ko'rib yuringlar. Eng xursand bo'lganimiz hammasidan ham tog'am bilan kenayimlarga. Tog'am yoshlariga yetib yuringlar sizlar ham, kelin poshsha, Sardor ham, o'tinglar hammasidan. Tog'am bilan kenayim, xudo xolasa. Shu navara kelinni xudo xolasa mana avarali bo'lishadi. Amerikan tog'amlar pradedushka bo'ladilar, xudo xolasa, kenayim bilan. Xudo xolasa shu opamlarni yo'lini bersin, onamlarni, mana qancha avaralari bor уже. Shularni baxtini, rohatini ko'rib yurishsin. Quda tarafdagilar ham hammanglar sog' salomat bo'linglar. Mana Xudo xola ham qizingizni uzatibsiz. Tinch bo'ling, juda ham yaxshi joyga qiz berdingiz. Bular nima desam ekan, ham zamonaviy, ham o'zimizning urf-odat o'zbekona oila. Ham masalan Sardor chet elda o'qib kelgan bola-da. O'shaning uchun faqat baxt tilaymiz. Juda chiroyli bo'ldi to'y. Baxti ham shunaqa chiroyli bo'lsin, xudo xolasa bardavom bo'lsin, xayrli bo'lsin, xudo xolasa. O'ylaymanki, bizani xursandchiligimiz sizlar bilan birga bo'ladi. Shu yaxshi kayfiyatda ko'rasizlar. O'ylaymanki, hammanglarga yoqadi. Nima deganda, endi to'y qilaman deganlar mana chillaxonalarda hammaliga o'sha yerda duolar qilishdi. Bizga ham nasib qilsin shunaqa to'ylarda. Hamma duoda qolamiz. Xudo xolasa mana qiz uzataman deganlar, ilohim iymonli, insofli, oliyjanob joylarga qizlaringlarni uzatinglar. Kelin qilaman deganlar, xuddi shunaqa qilib, mana shunaqa iymonli, insofli, izzatda, hurmatda bo'ladigan joylardan kelin qilinglar. Borish xudo xolalar, xudolar, hammalik xudo buvalar borishlik, kelishlik, bo'linglik deyishadi. Shuni tagida gap bor ekan, bilasizlarmi? Shu ilohim xudolar borishlik, kelishlik bo'lishsin deganida men hayron bo'lardim. Haqiqatan shuni tagida gap bor ekan. Shuning uchun hammanglarga shunaqa chiroyli to'ylar qilish nasib qilsin. Hammamizning xonadonlarimizda to'yxona, murodxona bo'lsin. Xayr azizlarimiz, mana endi maza qilib to'y ko'ringlar. Mana azizlarimiz, Sardorbek to'yxonaga kirib keldi. Onajonim duo qildilar. Bu yerda mana hammaligi o'tirishibdi, sekin-sekin hamma o'tirib olishdi. Mana kelin poshsha Sardorbek bilan kirib kelishdi. Baxtli bo'linglar, ilohim. Baxtinglar ham o'zinglarga o'xshagan shunaqa chiroyli bo'lsin. Mana hammaga salom beryaptilar, o'zimizning urf-odatlarimizga ko'ra. Kelin poshsha kirib kelishlari bilan hammaga salomlarini yetkazibdilar. Mana Nargizaxon, jiyanim, singlim, ilohim shularni baxtini ko'rib, rohatini, kamolini ko'rib yuringlar. Qo'sha qarishsin. Juda chiroyli, fayzli to'y bo'ldi mana.
to'yxona ham katta ekan. Qanaqadir bilasizlarmi, shunaqa istarasi issiq to'yxonalar bo'ladi-yu, shunaqa istarali to'yxona ekan o'zi ham. Ay azizlarim, qo'sha qaranglar ilohim. Ay, shundoq Sardor yaxshi ko'ramiz-da. Bir boshqa bu yerda mana sana boribamlar. Ashaddiy mani muxlislarimdan bittasi. Shu stolda nechta muxlislarimiz bor ekan sana boribpa. Rahmat, rosa chiroyli gaplar gapirishdi, shunaqa qo'llab-quvvatlashdi kanalimizni, Yangi o'zbekcha kanalimizni ham. Bu yerda mana endi bizanikilar go'zallarimiz o'tirishibdi hammaliga. Oydin poshsha, Dilsoraxon, mana Umida, Sinam. Nu endi bu Safiya kelmasa bo'lmaydi. Bu mani xolajonlarim, mana Marg'uba xolam, Matluba xolam, To'raposhsha xolam, ana onajonim, hammaligi to'yga shunaqa chiroyli qilib o'tirishibdi, qo'l ochishib, duolar qilib, ilohim qilgan duolaringiz ijobat bo'lsin. Shuncha hojona. Ana. Sizlarni ham umringlar uzoq bo'lsin ilohim. Bundan buyog'iga keyin mana o'yin kulgi boshlandi sekin-sekin. Albatta o'rtani mana shunaqa chiroyli raqslar bilan raqqosalar to'ldirib berishdi. Juda ham chiroyli bir manzara bo'ldi. Hammamiz mazza qilib ko'rdik. Bizani o'zbek qizlarimizga yetadigan go'zallikda yo'q deb o'ylayman baribir. Mana bu yerda onalar bilan fotosessiyalar ham boshlanishdi. Rasmga oladiganlar o'zlarini ishini qilishyapti bu yerda. Ashula aytganlar ham juda ham yaxshi xizmat qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Ana endi bu tarafda o'yinni boshini Farishtadek xojona, xolajonim, To'raposhsha xolajonim boshlab berdilar. Ana bunaqa go'zal qayerda bor shunaqa xolajonlar, xojonalar. Bizga qarab o'ynayaptilar, hammani o'yinga chaqiryaptilar mana. Men onamlardan keyin mana shu to'yni egasi tog'amlar tug'ilganlar, eng kattasi onamlar. Keyin Anvar tog'amlar, mana hozir shu Sardor Anvar tog'amlarni nevaralari. Tog'amlardan keyin mana shu To'raposhsha xolam, ulardan keyin Matluba xolam ketlaridan chiqdilar. Bu meni sevimli Marg'uba xolajonim. Mana bular sababchi bo'lganlar meni Roshin akam bilan turmush qurishimga. Baraka toping. Roshin akam xolalari bilan, Nigora xolajon bilan mana mani Marg'uba xolamlar o'rtoq bo'lishgan, hali ham dugona. Mana shunaqa qilib bir-birligiga mani jiyanim bor desa, mani ham jiyanim bor deb o'shanda sababchi bo'lganlar Marg'uba xolamlar. Ana mazza qilib hamma o'rtaga chiqib ketdi. Ana muzikalarni kelishganini qaranglar. Endi men aytib o'tdim-ku, YouTube'ga faqat muzikasini qo'ya olamiz, lekin zo'r kelishibdi. Har bitta topgan ashulalarimizni. Yashang Marg'uba xola. Ana Shahnoza poshsha chiqdilar, Sinam. Meni qo'limdan mikrofonni olib qo'ydi-da, nimani telefonni olib qo'ydi-da, o'rtaga tushib sanam o'yna dedi. Ana Matluba xolajonim, Matluba xolamni ham meni taniysizlar. Men bilan ko'p YouTube'da chiqqanlar, juda ham pazandalar mana. Shunaqa vareniylar qiladilar, apelsinoviy vareniylarni ko'rsatgan shu Matluba xolamlar.
ana bizani ulpat, ana gapdagilarimiz, jiyanlar, hamma xolalarni qizlari, tog'ani qizlari, ana Dinara xonimiz mazza qilib o'ynayaptilar. Qolganlar ham aytyapman, bir boshqacha bo'lar ekan, erkaklar yo'q bo'lsa, hamma ayollar mazza qilib o'ynar ekan. Voy Nigora, asalim Nigora xonus. Ana Dilsora poshsha, Shahnoza, Umida, Oydin poshsha yechildilar endi, rasalik, mazza qildilar. Endi xafa bo'lmaysizlar, o'zingizlar xohlagan muzikani qo'yib ko'rishinglar mumkin. Biz endi ruxsat berilgan muzikalarni tanladik. O'ylaymanki, juda yaxshi yarashdi. Bizani o'zbekcha o'yinimizni, raqsga tushishlarimizni har qanday musiqaga moslashib ketadi deb o'ylayman. Ana bu yerda endi onajonlarga yana bir salomlarini qilyaptilar. Har xil marosimlari, urf-odatlarimiz boshlandi. Gulbera degan juda ham go'zal kelin poshshamiz Muslimaxon, ilohim hayotinglar ham shunaqa go'zal bo'lsin. Oy asalim Sardorbek, turishini qaranglar, bu mani jiyanim, turishini qaranglar. G'ururlanib turibdi. Nargiza poshsha bu ham bir chiroyli bo'lib keldi. Bu to'yda ilohim ko'z tegmasin, Xudo xolalarga dedik. Bir-birligiga o'xshab ketishadi. Juda ochiq jiyanim Nargiza, juda ham ochiq, ko'ngli keng, bag'ri keng inson. Ana kuyovga salom beryaptilar. Turishini qaranglar, Sardorimmi? Sardor de o'z ismi bilan Sardorbek bo'lib turibdi jiyanim. Baxtli bo'ling, ko'p yashang, ilohim qo'sha qaranglar, uvali juvali bo'lib, tub qo'yib balay yozib, serdavlat, serfarzand bo'linglar. Doim yanagi yil alla bolam deb beshik to'ylariga borish nasib qilsin. Beshiklarni qabul qilib olish nasib qilgan bo'lsin ilohim. Asal qaynona onalariga berdi Sardorbek, ana o'zini onasini o'pib qo'ydi. Endi kelin poshshaning navbatlari. Baxtli bo'lishsin ilohim. Nargizaxon bilan Bahodirxon shularni rohatini, kamolini ko'rib yuringlar ilohim. Eng avvalambor kenayim, tog'am shularni baxtini, rohatini ko'rishsin-de. Navaralar ketidan bo'lib ketsin. Hozirgi Xudo xolalar juda ham yosh. Ana bu yerda boshqa fotosessiyalar boshlanib, keyin o'yin boshlandi. Voy, rosa zo'r musiqa topdilar. Voy, ana kerak bo'lsa, rosa zo'r chiqibdi. Ko'rdinglarmi? Hali Oydin poshsha ketdilar. Kim aytdi o'zbekcha ashuladan boshqasiga o'yna olmaymiz deb. Mana. Ana Dilsora poshsha, ana Hojonani o'ynashini, ana xursandlar. Hammadan onam ukalariga xursand bo'lib ketyaptilar, ana tog'amga, o'zini jigarlariga. Ana hammani o'yinga tortib yurdilar. Ana Matluba xolam Shahnozani quchoqlab rosa maza qilishyapti. Gulnora Pela ham juda o'rtada o'ynadilar. Nargizaxon juda ham nejniy-da bu. Ana Nigoraxon mazza.
bu yerda endi Malika Ravshanova keldilar, hammani ko'ziga yosh keldi. Bu mening onam degan ashulalarni aytdilar. Voy, yig'lamagan ham yig'lavordi. Hamma o'zini onasini olib chiqdi. Endi men nimaga videoga olganim uchun bu yo'lda mana yurdim, sizlarga xizmatda bo'ldim desam. Mana bu yerda onalar kelishdi, hammaligi turib, o'rtada turib ashulani aytdilar. Hamma rasmga oldi. Ilohim, baxtli bo'linglar. Nargiz ham ashula aytayotgan ekan. Shahnoz hamma quchoqlashib turibdi. Bu yerda buvijonlarni chaqirishdi, duo qilinglar, qo'l ochinglar deb hamma buvijonlar chiqishdi. Mana hammalik duo qilib, shu bilan to'y tugadi. Mana